Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabida bilim olishni istagan o'g'il-qizlar uchun sinov jarayoni boshlandi. O'quv dargohida o'qishni istagan 866 nafar farzandlar ariza topshirgan. O'quvchilarga imtihon shartlari tushuntirildi. Imtihon 3 bosqichda, ya'ni yozma matn tuzish, og'zaki savol-javob va test savollari asosida bilimni baholash rejalashtirilgan. Birinchi bosqichda farzandlarning matn tuzish salohiyati, imloviy savodxonlik darajasi sinovdan o'tkaziladi. Har bir guruhdan vakil o'quvchilar guvohligida mavzular tanlab olindi va jarayon boshlandi. Kuzatuvchilar yozma ishlarning xolislik, shaffoflik asosida yozilishini kuzatib bordi. Imtihon jarayonlarida shaffoflikni ta'minlash maqsadida mana shu katta sig'imli binolarda imtihon jarayonlari ikkita smenada respublika bo'yicha bir paytda tashkil etilmoqda va bundan tashqari mana shu kuzatuv kameralari har bitta guruh, har bitta bolani harakatini kuzatish uchun binolar to'liq kameralashtirilgan. Bundan tashqari o'sha bu yilgi qabul jarayonlarida ota-onalarga ham hujjat topshirishda qulaylik yaratish maqsadida to'liq jarayon avtomatlashtirildi. O'quvchining savodxonligi, ijodkorlik salohiyati va mantiqiy fikrlashi bu jarayonda baholanadi. Ijodiy ishlar eng yetuk mutaxassislar, ijodkorlar, yozuvchi va olimlar, pedagog xodimlar tomonidan baholanadi. Bilim va malakalarni baholash agentligi Sirdaryo viloyati bo'limiga qarashli imtihon o'tkazish uchun ajratilgan maydonda o'quvchilarga barcha imkoniyatlar yaratilgan. Sinov jarayonidagi o'quvchilar orasidan saralangan 37 nafar farzandlar ushbu maktabda bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Eslatib o'tamiz, 2025-2026 o'quv yilida ijod maktabida 196 nafar o'quvchilar ta'lim olgan bo'lsa, ulardan 39 nafari maktabni bitirdi. Bitiruvchi o'g'il-qizlarning barchasi milliy va xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritgan va shu asosda imtiyozli ravishda oliy ta'limga yo'l oladilar.